AQShning birinchi prezidenti kim edi? Washington. To'g'ri. Men birinchi aytdim. Bilayapti. Yuliy Sezar qaysi imperiyani boshqardi? Rim. To'g'ri. Ko'targan Atomning markazi nima deb ataladi? Atomning markazi. Yadro. Yadro, to'g'ri. 1912-yilda aysbergga urilib, cho'kib ketgan. Titanik. Titanik, to'g'ri. Yadro. Dunyodagi eng kichik davlat qaysi? Vatikan. Men aytdim. Tarixning otasi kim? Gerodot. To'g'ri. Tog' jinslarini o'rganuvchi olim. Alpinist. Yo'q. Alpinist toqqa chiqadigan. Geolog. Geolog, to'g'ri. O'rtacha kishi necha kun uxlamasa u o'ladi? 8 kun. To'g'ri. 3. 3 kun suvsizlikdan. 8 kun. 10 kun. 10-11 kun. Kitobdan yaxshi. Samsung so'zi koreys tilida nimani anglatadi? Voy, kim? Samsung. Anaqa, koinotmi? Shami? 3 yulduz. Nima? Yulduz? 3 yulduz. 3 yulduz, to'g'ri. Men aytdim. Ha, ketaverman kitobinglarni olib. Kitobinglarni Ishtirok uchun rahmat.